ma'lumot. Hozir kimda-kim mana shu quyosh panel biznesini oldiga yurgizmoqchi bo'lsa, shu biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, qo'ydirgani ayni vaqt deb o'ylayman. Chunki bizda hozir qish fasli, o'sha любой hunarmandchilikda ham ish kamayganligi tufayli hozir jicha arzonlashgan, ya'ni narx ko'tarilib bo'lgan. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana biz bugun Farg'ona shahar Zarkent tumanidamiz. Bu obyektimizga 3 kilovatli quyosh panelini o'rnatib berdik. Narxlarini darhol aytib o'tay. 3 kilovatligimiz Jinko brendi ostidagi panellar o'rnaganligi uchun bu 690 ligi. 16 million so'm, 16 million so'm bo'ldi. Bu yerda biz profil va ugo'llardan foydalanib, ularni kraska qilib berdik, zaynab ketmasligi uchun va kreplenlarimiz alyumin kreplenar bo'lib, chiroqni qo'yib berdik. Keyin hozir pastga tushib sizlarga qanday qilib invertor o'rnaganini ham ko'rsatib o'tamiz. Yana bir ma'lumot, hozir kimda-kim mana shu quyosh panel biznesini oldiga yurgizmoqchi bo'lsa, shu biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, qo'ydirgani ayni vaqt deb o'ylayman. Chunki bizda hozir qish fasli, o'sha любой hunarmandchilikda ham ish kamayganligi tufayli hozir jicha arzonlashgan, ya'ni narx ko'tarilib bo'lgan. Shoshiling, qish to'g'ri yozga o'xshab quyoshdan pul topmassiz, lekin arzonroqqa qo'ydirib olasiz. Keyin xudo xolasa bahordan boshlab ko'proq kartasiga tushirasiz bo'ladi. Hozir tushib invertorda pastga qanday o'rnaganini ko'rsatamiz. Mana hurmatli kanalimiz obunachilar, pastga tushib oldik. 5 kilovatli invertorimizni ilib qo'yganmiz. Beavratiga tegishli. Uzib hamda chaqmoq qarshi vositalardan foydalanganmiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqa qilib ko'rasiz. Rahmat.